Assalomu alaykum, hurmatli Bres 3.0 redaksiya dasturi foydalanuvchilari. Bugungi videoning mavzusi spesialist расчетnishda, ya'ni korxonaning hisob raqamidan pul mablag'larining chiqib ketishi haqida gaplashamiz. Buning uchun banki kassa menyusidagi bankskiy vypiska bo'limiga kiriladi. So'ngra поступление va списание tugmalari mavjud. Biz списание, ya'ni chiquvchi hisoblarga kiramiz. Va ushbu ochilgan oynaning bo'sh maydonlari birinma-ketin to'ldiriladi. Buning uchun birinchi bo'lib vid operatsiya, ya'ni to'lov turini tanlab olamiz. Оплата поставщику, ya'ni yetkazib beruvchilarga to'lovlar. So'ngra nomer o'zi avtomatik ravishda shakllanadi. Sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Buni qo'lda o'zimiz to'g'rilab qo'yishimiz mumkin. Hal chatida esa yetkazib beruvchi korxona nomi ko'rsatiladi. Buni ushbu ro'yxatdan tanlab olishimiz mumkin yoki kontragent sirni belgilagan holda ko'rsatishimiz ham mumkin. Shartnoma aktivatsiya qilib ushbu ro'yxatdan shartnomani tanlab olishimiz mumkin. Agar bizga kerakli shartnoma bo'lmasa, sozdat tugmasini bosib, o'zimizga kerakli yangi shartnoma yaratib olishimiz mumkin. Shot-uchota qismida bizga kerakli buxgalteriya hisobi qo'yiladi. Pastki qismda esa входящий nomer va sanasi qo'yiladi. Bank shot, ya'ni bank hisob raqami ko'rsatiladi. Agar bizga kerakli bank hisob raqami bo'lmasa, sozdat tugmasini bosib, yangi bank hisob raqami yaratib olishimiz mumkin. Va подразделение qismida o'zimizga kerakli bo'lgan подразделение tanlashimiz yoki tanlamasligimiz ham mumkin. Va summa qismida kontragentga chiqarayotgan summamizni yozib ko'rsatamiz. Pastda stavka indeks qismida esa QQS foizi tanlanadi. Summa indeksi esa QQS foizi qo'yilgandan so'ng o'zi avtomatik ravishda summa indeks, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i jami summasi shakllanadi. Statiya DDSda esa pul oqimlari to'g'risidagi hisobotda aks ettiriladigan statiya tanlab qo'yiladi. Shot расчет va shot avans shotlari оплата поставщику vid operatsiyasini, ya'ni to'lov turini tanlagandan so'ng o'zi avtomatik ravishda shakllanadi. Agar bizga kerakli hisoblar bo'lmasa, biz buni qo'lda показать tugmasini bosish orqali ushbu ro'yxatdan tanlab olishimiz mumkin. Yoki shartnoma tanlab izmenit tugmasini bosib, yuqoridagi shot расчет kontragent havolasi orqali sozdat tugmasini bosib, o'zimizga kerakli shot расчет va shot avanslarni tanlab olishimiz mumkin. Va sozdat qilingandan so'ng ushbu shot расчет va shot avans qismlarida o'zi avtomatik ravishda shartnomani tanlagan paytimizda chiqadi. Pastda назначение платежida esa o'zimizga kerakli bo'lgan izohlar yozilishi mumkin. Va записать провести debit kredit tugmasini bosib buxgalteriya provodkalarini ko'rishimiz mumkin.